بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام Afg'oniston. Aziz vatandaşlar ve radyo işleyen dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Haberler barnamasida hoş geldinizler. Bugün Panshanba 14-yil Qavs oyining 27-si bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ibrohim G'azanfar Balx viloyatining tijorat o'toqini yangi buyrug'i ma'rifiy bo'lib, rasman ishlarida shuru etgan. Balx viloyatining tijorat o'toqini hay'at mudirasi o'lkaning sarmoyaguzorlik va tijorat o'toqini umumiy buyrug'i milliy tijorlar, sarmoyaguzorlar va islomiy amirlikning necha rasmiylarining huzurida barguzor bo'lgan. Ushbu marosimda o'lkaning sarmoyaguzorlik va tijorat o'toqining umumiy buyrug'i Saidkarim Hoshimiy aytishicha, Muhammad Ibrohim G'azanfarni Balx viloyatining sarmoyaguzorlik o'toqining yangi buyrug'i bo'lganini, ushbu viloyatning iqtisodining rushdiga va tavsiasida yaxshi degan. برایشان و تمام تیمشان و مصاحبای محترمشان فقط از خداوند بزرگ جل جلاله برشان توفیق، کامیابی، موفقیت آرزو میکنم. اتحاد، همدلی، همبستگی تمام تاجرای افغانستان، بالخصوص زون شمال تاجرای ولایت بلخ خواهان هستم از خود. Boshqa tomondan Muhammad Ibrohim G'azanfar aytishicha, sodiqona xizmatguzorligidan ishontirgan va talosh etadi degan to tijorlarda tijorat zaminasini faroham etganida talosh etsa. برشان اطمینان میدیم که افغانستان بالاخره وطن ماست. ما میدانم که شاید راحت باشند در خارج از کشور، شاید مفاد خوبتر به دست آورده بتونن، ولی وطن ما حق داره سر ما. باید بیاییم کار کنیم، سرمایه گذاری کنیم. اگر مفاد کمتر است بازم وطن ما هست، خانه ما هست، باید آباد بکنیم. Aytilishicha, ushbu nihodni tijorati muavini Harun Rashid Qozizoda, sarmoyaguzorlik muavini Kombi Sadri, xadamot muavini Nasir Ahmad Sultonzoda, viloyati umur muavini Fazil Ahmad Do'sti, baynalmilaliy umur muavini Abdulmo'min Ziyoyi va boshqa a'zolari rasman muarrifi bo'lib ishlarida shuru etgan. Va boshqa xabar bu-ki, Balx viloyatining mulkiy xadamot va idoriy islohot riyosati bir 5 ro'zlik omuzish seminarni arziyobi formlarini to'ldirgani uchun ushbu viloyatni idora rasmiylarida barguzor etgan. Rasmiylar ushbu barnomaning yo'l taylash hadafini rasmiylarni ishli zarfiyatlarini yuqori bo'lgan unvon etgan. Balx viloyatining mulkiy xadamot va idoriy islohot riyosatining buyrug'i Mavlaviy Nekmuhammad Hanafiy aytishicha, islomiy amirlikni asl hadafini yaxshi xadamot ijro etgan unvon etib, rasmiylarni zarfiyatini yuqori bo'lganida ta'kid etgan. Ular hamchinon izofa etganki, ushbu omuzish barnomasi idoriy guzarishlarni bitishi bo'ladiki, Balx viloyatining mulkiy xadamot va islohot idoriy rasmiylari tomonidan imorati rasmiylarda ijro bo'lgan. مدیر صاحبان لپاره مراسلات اداري او وارده او صادره بخش کې هغه د شهروالۍ محترم په ریاست کې مو دلته ورته تنظیم کړو. نو موخه دغه سیمینارونو هغه د چې زمونږ د رئیس صاحبانو او د ټولو مدیرینو هغه ارتقای ظرفیت وشي او کوم مشکلات چې د دوی لپاره په دغه اداراتو کې وي په ذریعه دغه سیمینار خپل مشکلات ور باندې حل کړي. Shu holda necha ishtirok etganlar ushbu barnomada shunday barnomalarni yo'l taylashidan sitoyish etib, shunday barnomalarni yana ham istagan. برنامه آموزشی برنامه‌ای بود که مملو از آیه‌های قرآن عظیم شان و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم و درباره مراسلات و مکاتبات و بخش اداری بود که الحمدلله از زمانه پیامبر علیه السلام عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه با این منوال تشریحات شد و طریقش، اهدافش و تهیهش را تحت یک سمینار 5 روزه برای تمام رؤسای بزرگوار در ولایت بلخ، مقام ولایت بلخ و در این تارال شورولی که ما شما قرار داریم برای تمام مدیر صاحبا و دیگر بزرگوارا را تعلیم و تعلم دادن. روز چهارشنبه آخرین روز سمینار که از طریق وزارت تهیه دیده شده بود در تالار شورولی ولایت بلخ. امروز روز آخریش است که فضل خدا ما بسیار چیزا را آموختیم. خداوند داشته باشه اینا را که از ران چیزی که بر ما گفتن ما شنیدیم و ان شاء الله خدا ما را توفیق بده که تا آینده بخیر عملی کرده بتونیم. Aytilishicha, ushbu barnoma Balx viloyatining rasmiylarini zarfiyati yuqori bo'lgani uchun edi degan. 102 kishi muassasalari Balx viloyatining neft va gaz institutidan forig' bo'lgan. So'zlovchilar diniy va asriy o'limda ta'kid etib, forig' bo'lganlardan xohlagan tom mas'uliyatlarini sodiqona anjom bersinlar. 102 kishi muassasalari Balx viloyatining neft va gaz institutidan forig' bo'lgan. So'zlovchilar har biri Balx viloyatining Ma'rif riyosatining o'rinbosari Mavlaviy G'ufron Hijrat, Shamol zunning maslaki va texniki buyrug'i Mavlaviy Nurullo Salohuddin Amini, Afg'onistonning texniki va maslaki
که تعلیمات موینه مولوی غلام سعید احساس ve Balx viloyatining neft gaz institut amiri Ahmad Fawad Foyiq so'zlarida faroq bo'lganlarda tabriklab aytganki, o'lkamiz har zamondan ko'ra hozirda tahsil etgan yoshlarda ko'p niyozi bor degan. Ular hamchinon faroq bo'lganlarni mas'uliyatlarida ta'kid etib aytganki, ko'rgan omuzishlaridan muassir istifodalarni etsinlar degan. به خاطر خدمت رسانی به ملت مظلوم افغانستان دست به کار شود. امروز جوان ما این فراغت را ادای مسئولیت نگویند، بلکه این فراغت امروز شما ابتدای مسئولیت شماست. محصلین گرامی که امروز فارغ میشن، برای خودتان، برای والدینتان و برای جامعه و نظام شما اشد نیاز دارین. محصلین گرامی که امروز شما فارغ میشن، در جایی که شما استخدام میشن شما تعهد و مسلک داشته باشین. چرا؟ که نظام اسلامی سر شما مصرف کردن. علم پاک شایده هغه ځای نمومي، قرار نمومي مگر په هغه ځای کې چې هغه زړه پاک وي. الله جل وعلا شانو دې موږ تاسو ته پاک زړونه را نصیب کړي تر څو چې په هغوی کې د علم خزانې را سره یوسو او علم را سره پکښې کې ځای شي. محفل فراغت 102 تن از فارغان سمستر خزانی سال 1404 هجری شمسی انستیتوت نفت و گاز بلخ است. ما در سمستر خزانی سال 1404 هجری شمسی در انستیتوت نفت و گاز بلخ از 4 رشته در دوره انستیتوت مجموعاً 64 تن و از 4 رشته در دوره لیسه ما مربوط دپارتمنت استاد شاگردی 38 تن از متعلمین را فارغ دادیم. Başqa tomondan Mudassir Saxizoda va Muhammad Zohid faroq bo'lganlardan aytishicha, Islomiy amirlikni rasmiylaridan xushlik qilib xohlagan to unlarda ish zaminasi farahm etsinlar degan. صنف 14 فارغ شدیم و امیدوار هستیم که در آینده ان شاء الله تعالی بتونیم ما کمک و همکاری خود با جامعه داشته باشیم و از مسئولین امارت اسلامی هم صمیمانه تقاضا میکنیم که در قدم نخست با همکاریشان که امروز ما در یک جایگاه رسیدیم و ثانیاً ای که زمینه برای ما مساعد شود که در جامعه خود خدمت بکنیم و فرصت اشتغال باشه. غواړو دغه ادارې د امریت نه چې د افغانستان په سطحه ده موږ ته د کار زمینه برابره کړو تر څو د خپل دغه حقوقونه برخمن شو. Aytilishicha, ushbu faroq bo'lganlari Balx viloyatining neft va gaz institutining muxtalif baxshlaridan faroq bo'lgan ki, shomili injineriya barq, ta'mirot, motor tuzatish, neft, gaz va jomid ma'dani va boshqa baxshlari bo'ladi. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni a'loy mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha, xayr, sog', amon qolinglar. Birdam و bardam bo'lib istiqom Afg'oniston, fath zufar inqilob, salom Afg'oniston. فتح زفر انقلاب سلام افغانستان